Assalomu alaykum qadrli partiyadoshlar, hurmatli yurtdoshlar. Yakuniga yetgan hafta mobaynida O'zbekiston Ekologik partiyasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar tafsiloti bilan haftalik dayjestimizning yangi soni e'tiboringizda. 15-sentyabr kuni o'tkazilgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasining yig'ilishida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi milliy ma'ruzasi ko'rib chiqildi. Yig'ilishda milliy ma'ruzada qayd etilgan masalalarni atroflicha muhokama qilgan fraksiya a'zolari korrupsiyaga qarshi kurashishda davlat organlari faoliyati bilan birga jamoatchilik nazoratini ham kuchaytirish zarurligini ta'kidladilar. Shuningdek, xalqaro reytinglarda mamlakatimiz pozitsiyasini mustahkamlash, korrupsiyaning oldini olish mexanizmlarini yanada takomillashtirishga oid qator takliflar bildirdilar. 16-sentyabr kuni Xalqaro ozon qatlamini himoya qilish kuni munosabati bilan O'zbekiston Ekologik partiyasi Andijon viloyat kengashi tashabbusi bilan Baliqchi tumanidagi Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi tibbiyot texnikumida ochiq muloqot tashkil etildi. 17-sentyabr kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashi, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali hamda O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti faol xotin-qizlari, shuningdek partiyaning yoshlar qanoti faollari hamkorligida qizlar va ekologik liderlik mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda qizlarning atrof-muhitni asrash va ekologik muammolarni hal qilish yo'lidagi tashabbuslari bilan tanishildi. Tadbir davomida ekologik ong va madaniyatning oiladan boshlanishi, shuningdek har bir qizning toza muhitni ta'minlash borasidagi shaxsiy mas'uliyat haqida qimmatli fikrlar almashildi. 18-sentyabr kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Qashqadaryo viloyat kengashi raisi, xalq deputatlari viloyat kengashiga 21-G'ubdin saylov okrugidan saylangan deputat Nosir Halimov Qarshi tumani Guliston mahallasidagi 26-maktabda saylovchilar bilan uchrashdi. Samimiy va ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan uchrashuvda fuqarolar o'zlarini qiynab kelayotgan masalalar yuzasidan murojaatlarini bildirishdi. Har bir murojaat e'tibor bilan tinglanib, mas'ullar tomonidan qayd etildi. Zudlik bilan hal etilishi mumkin bo'lgan muammolar joyida ko'rib chiqildi. Ko'proq vaqt talab etiladigan masalalar esa deputatlik nazoratiga olindi. 19-sentyabr kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashi va Samarqand viloyat hokimligi hamkorligida ekologiya va sog'lom turmush tarzi oiladan boshlanadi mavzusida ayollar ekoforumi o'tkazildi. Mazkur forum O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2030-yilgacha bo'lgan davrda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qaror ijrosi doirasida tashkil etilib, bir necha viloyatlardan ko'plab ekofaol xotin-qizlar qamrab olindi. Qiziqarli tadbirlar, esda qolarli bellashuv va sayohatlar ishtirokchilarda katta taassurotlar qoldirdi. Bir qancha istiqbolli loyihalar aniqlanib, amalga oshirish uchun belgilab olindi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.